la'nati shayton odam bolalarini ig'vo qilib keladi. Har bir toifaga, har bir shaxsga o'ziga xos ig'vo qiladi. Ilmli odamga alohida o'ziga xos ig'vo qiladi. Ilmsiz odamga o'ziga xos ig'vo qiladi. Erkakka o'ziga xos ig'voni qiladi, ayolga ham o'ziga moslab ig'vo qiladi. Yoshlarga alohida ig'vosi bor, qarilarga alohida ig'vosi bor. Ibodatga berilganlarga ham shaytonning o'zi tayyorlab qo'ygan ig'vosi bor. Ibodatsiz yurgan, peshonasi sajda ko'rmaganlarga ham tayyorlab qo'ygan ig'vosi bor. Qo'yingki, odam bolasi borki, hammasini bu la'nati ig'vo qiladi. Alloh ko'rsatmasin, uni ig'vosiga uchganlar bu dunyoyu oxiratni sharmandachiligiga o'zini tutgan bo'ladi. Uni ig'vosidan qutulib qolganlar esa Allohning rahmatiga sazovor bo'ladi. Bu dunyoda baxtli, saodatli hayot kechiradi, oxiratda jannatga tushib, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan, odam bolasining xayoliga kelmagan nozi ne'matlardan bahra topadi.